Qaynonam o'rgatgan shifobaxsh sho'rvani qilamiz. Hozir bizga kerak bo'ladi semichka yog', shu suyakli suvlari, 1 stakan marjimak, sabzi, kartoshka, piyoz. Bo'ldi, boshladik unda. 1 stakan qizil marjimakni yaxshilab yuvdim, piyozlarni maydalab to'g'radim, 1 qoshiq unim bor, bittagina chesnok. Qozonni qizdirib, yog'imizni solyapmiz, semichka yog'. Piyozimizni solib yaxshilab qovurib olamiz. Piyozdan keyin qovurish uchun 1 qoshiq un solamiz. Piyoz bilan yaxshilab qo'shib qovuring. Keyin marjimakni qo'shib qovuramiz. Juda ham shifobaxsh sho'rva bu, marjimak sho'rvasi qizlar. Men piyozni yaxshilab qovurdim, endi suyakli suvini sovoramiz. Biz bilan chesnokni qirg'ichdan chiqardim, buni ham solib yaxshilab qovuramiz. Qirg'ichdan chiqarilgan kartoshkani ham solib yaxshilab qovurib olamiz. Pomidorni sosini chiqardik, endi buni ham solamiz, qovurib suvini solamiz endi. 20 minutcha qaynab chiqdi, shuni solamiz endi pripravalarni. Endi yaxshilab blender qilib olamiz. Shifobaxsh sho'rvamiz tayyor qizlar. Shifobaxsh sho'rvamiz tayyor. Mana qarang, mazasi juda ham zo'r bo'ldi. Ta'mini tatib ko'rdim. Tuzlari ham shunaqa zo'r bo'lgan. Endi qizlar, endi yog'och qoshiq ishlatmaymiz, chekkaga olib qo'yamiz. Tabiiyki bu bilan qovurmang qizlar, zarar oshqozonga. Bolajonimga, o'zimga rosa shifobaxsh sho'rva bo'ldi. Marjimak sho'rvasi. Hamma har xil qiladi, lekin men shifobaxsh bo'lsin deb sabzi ham hamma narsa qo'shdim. Buni albatta limon bilan yeng. Limon bilan boshqacha bo'ladi. Bilasan, restoranlarda limon bilan beradi. Juda ham mazali bo'ldi. Bu sho'rva achchiq qalampir bilan bo'lmaydi qizlar. Albatta ozgina bo'lsa ham ichiga qo'yamiz. Juda ham mazali bo'ladi. Kattalarga achchiq qalampir yaxshi, kichkinalarga lekin qilmasangiz ham yaxshi. Foydali sho'rva tarifini hamma tanishlaringizga yuborib qo'ying. Juda ham mazali bo'ldi.